Barcha topshiriqlardan kreativda inventarni ochmasdan narsa qurish. Qani boshladik. Ko'chirib olamiz. Endi buni ochib turib maydalab olamiz. Endi men nima qilsam bo'lar ekan? Faqat suv olish qiyin. Bat bize xavfsiz zonamiz bo'lishi kerak. Qishloqlardan yotoq so'raymiz. Berishmasa tortib olamiz. Voy. Hozir bu meni bermaydi bari bular. Ammo men ko'chirishim kerak. Bu xavfsiz zona uchun inventarga narsa tashlasam, sizlar xavfli deb o'ylaymaysizlar-ku. Mayli. Hozir men endi bulardan ko'chirib olishim kerak bo'ladi. Necha o'zi? Tomdan bo'ldi. Kichkinacha uy bo'lishi kerak. Agar dabdala bo'lsa, like bosmasliklaring kerak. O'zi nechta bu? To'rtta. Biz hozir mana ikkita bo'lsa dabdala bo'lmasin-da. Şimdi tebana shunaqa. Buydan nusxani olamiz. Uygacha ko'chirishimiz kerak. Bitta yotoq qilsak bo'ladi. Mana bo'ldi. Endi tomini teshigini yopsak bo'ladi. Xo'sh. Bir 9 ta blokmi? Yo'q. Dabdala bo'lar ekan. Bitta blokmidi yo 9 tamidi? Mayli. Bo'laveradi bu. Bu yer nima bo'ldi? Tebana o'tamiz. Angin to'qlaymiz. Hozir meni inventar bo'lyapti. Xo'sh, endi uyim dabdala bo'lmasligi uchun shunday bo'ladi. Sen nima qarab turibsan meni yonimda, a? Men bormanmi? Senga men bari zumrad berishim kerak bas. Minecraftda bug bosib ketdi. To'g'ri bu qish-qo'ylik ketyapti. Yoki Xitoydiki. Xitoy ham but qilarmi shularni? Sen dabdala qanday qurgansan bu yo'lni tomini? Bir soat quraman kerak bo'lsa, bo'ldi. To'poy bo'lyapti-ku. Sizcha vaqt ketadi shekilli bunga. Ana bo'ldi va nihoyat osonlashyapti. Bitta tugadi. Menga uyim endi dabdala bo'ldi. Mayli, endi men yotoq qo'yib qo'yaman. Men yotoqni topshirib beribman inventarga. Ko'chirib olamiz xavfsiz zonadan bu yoqdan u yoqqa qilib ko'chiramiz. Meni uyim qani adashib ketaman hozir. Meni uyim dabdalaga o'xshar edi mana. Kulbacha to'g'ri. Ishqilib Minecraftga qanday ekanligini qo'shilmadimikin-da.
Kanikalar kelyapti shekilli. Jo'rdik. Nima? Kimdir qo'shiladimi hozir? Bля. Kanikalar qo'shilibdi-yu kelib. To'g'rirog'i kannay bosh. Agar shu videoda 100 ta like, ko'pgina obuna yig'sa, kanikalarni ko'rsatishimiz mumkin.